daraxtlar, butazor, uzoqlarga cho'zilgan adoqsiz yo'llar, bepoyon zangor osmondagi oppoq bulutlar, daryo va daryo ortidagi elas-elas ko'zga chalinayotgan kulrang daraxtzorlar, oyog'imiz ostida yastanib yotgan tuproq, maysazor, quyosh, oy va yulduzlar. Ularning barchasi bizga omonat. Yo'g'ay, nimalar deyapman? Aslida biz bunga omonatmiz. Bizlar aslida kelib ketguvchilarimiz. Kelamiz va ketamiz. Darveshning gaplarini eslang. Biz kelib ketguvchi to'garak jahon, na boshi ma'lum-u, na so'nggi ayon. O'zingiz ayting, o'tgan yilgi maysalardan birortasi qoldimi? Yaproqlar, gullar, ulardan bu yil nom nishon bormi? Bu nima degani? Sizga yoqadimi, yoqmaydimi? Bir kun kelib biz yurgan bu yo'llardan boshqa birovlar yuradi. Biz o'tirgan issiq kreslolarda bir kun kelib boshqa birov o'tiradi. Biz umrimizni, borimizni, hayotimizni baxshida qilib tiklagan imoratlarimizda biz tanimaydigan bizning avlodlarimiz yashaydi. Yoki uni yer bilan yakson qilib, o'rniga boshqa imorat tiklashadi. Ey ojiz banda, ey o'rtanguvchi ko'ngil, sen ortidan chopayotgan nafsing bir kun kelib sening ustingdan qah-qah otib kulishini unutma. Ey Allohim, ey mehribon va karamli zot, butun dunyo boyliklarga to'ymaydigan bu ko'zlarimizni bir kun kelib bir siqim tuproqqa to'yadigan qilib yaratding. Azizlar, shunday ekan, nima uchun bu o'tkinchi dunyoda bir-birimizni dilimizni og'ritish bilan ovoramiz? Keling, dunyodagi eng arzon bo'lgan mehrni bir-birimizdan ayamaylik. Hech qachon bir-birimizni dillarimizni og'ritmaylik. Shirin so'z bo'laylik. Biz shirin gapirsak ham, achchiq gapirsak ham, qahr qilsak ham, g'azab qilsak ham, kulgu tabassum ulashsak ham bu dunyodan o'tib ketaveramiz. Shunday ekan, bir-birimizga mehr oqibatli bo'laylik. Aslar, e'tiboringiz uchun rahmat.